Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Siz Salomat bo'ling ko'rsatuvining yangi sonini tomosha qilyapsiz. Avvalgi ko'rsatuvimiz efirga uzatilgandan so'ng yurtdoshlarimizda katta qiziqish uyg'otdi desak mubolag'a bo'lmaydi va albatta bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham aynan sizdan kelgan savollarga tayangan holda ko'rsatuv tayyorlashga harakat qilganmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizga zamonaviy tibbiyot uskunalari haqida ma'lumot beramiz va albatta buning uchun biz Monodoma shifo klinikasiga tashrif buyurdik. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xo'jayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xo'jayev barpo etgan Monoda Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xo'jayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monoda Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monoda Omon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum. Men vrach nevropatolog Tolib Jo'rabek. Ko'p yillardan buyon Monoda Omon shifo klinikasida faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Bizning klinikada ustozimiz Omon Xo'jayevning ko'p yillik ilmiy izlanishlari va u kishi orttirgan tajribalari asosida davolanish usullari, tashxis qo'yish usullaridan foydalanib kelyapmiz. Bizning klinikamizda barcha turdagi bo'yin, bosh, bel og'riqlari, bo'g'imlardagi og'riqlar, birinchi, ikkinchi darajali bo'g'im artrozlari davolanadi. Klinikamizda bo'yin sohasi uchun 4 mm gacha, bel sohasi uchun 6 mm gacha bo'lgan disk churralarini davolaymiz. Yirikroq, o'lchami bundan kattaroq bo'lgan holatdagi disk churralarini ham jarrohlik amaliyotsiz davolash mumkin yo'qligini bemorni o'zini ko'rgan holatda maslahatlashib tavsiya qilishimiz mumkin. Klinikamizda asosan davolanish tartibi bemorning holati, kasalligining qay bosqichdaligiga qarab qatnab va yotib davolanish ikki xil sharoitda amalga oshirishimiz mumkin. Ko'pchilik bemorlar uzoq masofalardan bizga davolanishga kelishganda 3 mahal ovqati bemorlarning yotoq joyi bilan ta'minlanadi. Bir kurs muolajamiz 10 kundan 15 kungacha bemorning holatiga qarab davom etishi mumkin. Klinikamizda barcha turdagi laborator tekshiruvlar, barcha turdagi ultra tovush tekshiruvlari, vrach kardiolog, vrach nevropatolog nazorati ostida bemorlar davolanadi. Muhtaram teletomoshabinlar, biz ayni paytda Monoda Omon shifo klinikasining kardiolog shifokori Umidjon Vahidovichga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Umidjon aka, biz bilamizki, aynan Monoda Omon shifo klinikasiga yoshi ulug' insonlar bevosita murojaat qilishadi va yoshi ulug' insonlarning yondosh kasalliklari ham bo'ladi. Demak, yurak qon tomir tizimi kasalliklari va o'sha yuqori qon bosimi bilan murojaat qilgan bemorlarga qanday bir yordamlar taklif qilinadi? Bizning klinikamizga kelgan o'sha yoshi katta, qo'shimcha yurak qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarga o'sha aniq tashxis qo'yish va ularni davolash uchun barcha kerakli instrumentlar va laborator tekshiruv usullarimiz mavjud. Kelgan bemorlar albatta birinchi navbatda elektrokardiogramma tekshiruvidan o'tkaziladi. Har bittasi? Har bitta bemor o'tkaziladi. Qo'shimchasiga ekokardiografiya apparatimiz bor va qo'shimcha laborator tekshiruvlarimiz bor. Mana shu tekshiruvlarni mujassamlashtirgan holatda va bemorning ahvolidan, shikoyatidan kelib chiqqan holatda unga kerakli bo'lgan davo muolajalari tanlanadi. Bemorda yuqori qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, yurak sohasida noxush hislar, yurak o'ynashi, ya'ni aritmiyalar, yurak yetishmovchiligi, qansirash kabi shikoyatlar bo'lgan taqdirda o'sha bemor fizioterapiya muolajalari bilan birgalikda qo'shimcha yurak qon tomir sistemasi yoki boshqa terapevtik muolajalarni, ya'ni medikamentoz ukol dorilar bilan birgalikda davolanadi. Klinikamizda bu davo muolajalarini olish uchun kerakli bo'lgan barcha
sharoitlar yaratilgan, ya'ni malakali hamshiralarimiz va protsedura xonalarimiz bor. 24 soat davomida bemorlarimiz vrach nazoratida bo'ladi. Va albatta har kuni ularni tahlildan o'tkazasiz. Albatta har bitta bemor individualniy o'zimiz kunlik nazoratdan albatta o'tkaziladi. Va bu yerni shu jihati ko'pchilikning e'tiborini tortadi. Demak, o'sha bo'g'im artrozlari, disk churralarini davolash jarayonida yurak-qon tomir xastaliklari hamda qon bosimidan ham xalos bo'lishlari mumkin. Albatta, ikkita kasalligi bilan kelgan bemorlar birdaniga ikkita holatda shifo topib ketish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Assalomu alaykum Rafiq. Qanaqa kasallik bilan bizlarga murojaat qildingiz? Avvalo assalomu alaykum. Mana shu Mananda Omon shifoxonasiga shifo izlab keldik. Kelganimda juda ahvolim og'ridi. Shu mashinadan aram tushib, kolyaskada chiqib keldim. Mana bugun 3-kun. Ancha rezultat yaxshi. 3 kun ichida ancha 10 kunlik lecheniya yozdi doktor. Shu kirjam 7,5-8 razmerda ekan. Shu chap tomonimni ushlab, shu gavdamni ko'tara olmay qoldim. Umuman ko'tarilmagan holatda keldim. Bugun 3-kun mana Xudo xolasa, ancha o'zgarishlar yaxshi. Lecheniyalar hammasi joyida. Yaxshi. Bemorimizni osteoxondroz va L4, L5 qismlarida 8,5 millimetrlik va L5S1 umurtqa pog'onani L5S1 qismida esa 5 millimetrlik grijjalari bor. Eng asosiy o'sha ularni bezovta qiladigan shu 8,5 millimetrlik va 5 millimetrlik grijjalari. Rafiq, siz hozir 7 millimetrlik dedingiz, lekin sizda ancha grijjangiz katta. Bu 8,5 millimetr va 5 millimetr umurtqa pog'onangizda grijja bor va shamollashlar bo'lish natijasida shunaqa sizda asoratlari bo'lgan. Hozir biz zarbali to'lqinli terapiya o'tkazamiz. Bu shunisi bilan afzalki, bu apparatimiz 2006-yilda O'zbekistonga, bizani klinikamizga birinchilar qatorida shu ustozimiz, buzrukvorim Aman Hajjaj tomonidan olib keltirilgan va bu bo'yicha biz ko'plab ishlar olib borganmiz. Rossiyada, Moskvada borib, maxsus o'qib kelganmiz va bizani bu bo'yicha deyarli 20 yilga yaqin tajribamiz bor. Effekt bundan juda ham yaxshi natija samaralar olasiz. Bir marta oldim. Buni har kuni olib bo'lmaydi. Va bu zarbali to'lqinli terapiyani eng yaxshi xususiyatlaridan biri elektr nurlari chiqarmaydi. Va bu shunisi bilan afzalki, hech qanaqa onkologik kasallarni chaqirmaydi yoki insonga nisbatan nojo'ya ta'sirlari bo'lmaydi. Va bu apparatni yana bitta jihati borki, natija tez bo'ladi. Bir marta o'sha 2 martada natija bo'ladi. Albatta bitta o'sha hamma har xil holatda keladi, boshlanishida keladi, kimdir o'tkazib yuborib keladi, sizga o'xshab shamollatib, grijjalarini o'stirib kelishadi. Bu apparatni o'zi har kuni olish mumkin emas. 3-4, 3-7 kun oralig'ida qilinadi kasalligiga qarab va bir muolajasi 10 martagacha olish kerak. Shunda juda ham yaxshi natija beradi. Bu og'riqlar, tovondagi piyatishnish, bo'rili, tizzalaridagi muammolar barchasini bartaraf etadi va natija tez, ko'zga ko'rinarli. Rafiq, mana 90-yil bo'lishingizga qaramasdan hali yoshingiz juda ham yosh, lekin kelganingizda juda ham qiyin, qaddingiz bukilgan holatda keldingiz. Hozir mana zarbali to'lqinli terapiyamizni 2-marta olishingiz sizga hozir nima ta'sir bo'ldi? Birinchi olmasdan oldin qanaqa edingiz, olgandan keyin qanaqa? Belimda, oyog'imda juda tortishli, og'riq juda kuchli edi. Hozir shu muolajadan keyin ancha o'zimni yengil his qilib, qo'yirdi, og'riqlar yo'qoldi. Ancha menga sezildi shu natijasi. Yaxshi. Rafiq, men sizga maslahatim, bu muolaja bittada effekt bo'ladi, natija ko'riladi, lekin shu bilan bir qatorda buni 1 martadan 10 martagacha olish va 1 marta olgandan grijja so'rilib ketmaydi, og'riqlarda natija bo'ladi, lekin bu sizga yozilgan muolajalarni davomiy mana shu 10 kun davomida olasiz. Aynan zarbali to'lqinli terapiyani
10 martagacha olish kerak. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo usluplarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Hajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Hajayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Hajayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monada Omon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Zulxumor opa, bizga mana shu apparat haqida ma'lumot bering. Bu apparatimiz beldagi grijani oyoqlarda beradigan og'riqlar uchun qilinadigan press terapiya apparati. Bu ikkala oyoqda qon aylanishini yaxshilab beradi. Oyoqlarda uvishish, muzlashlarni, bo'g'imlardagi og'riqlarni, artrozlarni davolab beradigan apparat hisoblanadi. Bu ikkala oyoqni massaj qilgan holda og'riqlarni, artrozlarni, oyoqlardagi muzlashish, uvishishlarni oldini olib beradigan press apparati hisoblanadi. Zulxumor opa, biz bilamizki, o'sha insonning oyoqlarida varikoz tomirlarida ham shu muammolar bo'lib qolishi mumkin. Shunday holatlarda ham bu apparatni olsalar bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Biz oyoqlarda varikozlarda bu shifokorimiz lecheniyaga yozgan holda biz lecheniya qilamiz. Lecheniya qog'ozga qarab bemorlarni shu apparatga yotqizamiz. Zulxumor opa, bu apparatni foydali jihatlari haqida ham ma'lumot bersangiz. Bu noyob Ormit apparati deyiladi. Hozirgi kunda juda ko'p muammo, tizzalardagi muammo yemirilishi, artroz, artritlar uchun tizza bo'g'imlarini yallig'lanishiga, yemirilishiga oldini oladigan Ormit apparati hisoblanadi. Bu apparat tizza bo'g'imlarini, tizza sohasini ikkala suyagini orasini ochib berib, o'zidan avtomatik suyuqlik chiqarib, tizzalarni yurishiga, og'riqlarni oldini olishiga sabab bo'ladi. Demak, bugungi kunda o'sha tizzadagi suyuqliklar kamayib ketyapti, yemirilyapti. Mana shuni profilaktika sifatida ham foydalansak bo'ladi. Albatta, keyin bu massaj apparati hisoblanadi. Bu skolioz, umurtqalarda qiyshiqligini, mushaklarda og'riq, muskullarda, bo'g'imlarda tuzlarni ham eritib beradigan massaj ham hisoblanadi. Zulxumor opa, bu apparat afzalliklari haqida nimalar deya olasiz? Bu apparatimiz Nugabes apparati deyiladi. Bunda olmos turmalin toshlari bor. Bo'yin grijasi, bel grijasi, umurtqalari, bo'g'imlarini qizdirib, cho'zishga tayyor qilib beradi. Tuzlarni eritib beradi, qonni suyultirib beradi. Umurtqada yallig'lanish, shamollashlarni oldini olib beradigan Nugabes apparati hisoblanadi. Buni afzalliklari qanchada o'zini namoyon qiladi? Demak, samarasini qanchada bilish mumkin? Mana bizda 10 kun lecheniya bo'lsa, 4-5 kundan bemorlarimiz o'zlarini yaxshi, birinchi kundan yotganda umurtqalarda tuz qotib yotgan mushaklar og'riq bo'lgani uchun bemorlar yotishga biroz qiynaladi. Bo'yinlar, bu bo'yin bo'g'inlari qotib, bel bo'yinlari qotib qolganda bu apparatimiz qizdirib, yumshatib, bo'shatib beradi bo'g'imlarni. Bulandoz opa, bu apparat haqida bizga ma'lumot bering. Assalomu alaykum. Avvalo, bu apparatimiz magnitoterapiya deyiladi. Bizlar 2 yil davomida foydalanib bundan yaxshi natijaga erishyapmiz. Plus minus impuls asosida ishlaydi. Ikkalasi almashinib shu yerda magnit maydonni hosil qiladi. Og'riqni qoldiradi. Har xil diagnozlari bor, har xil tashxislari bor. Grijani kichiktiradigan, og'riq qoldiradigan, yemirilish tiklaydigan, qizdiradigan. Keyin mana bu oyoqlarda sezgi yo'qolsa, o'sha sezgilarni uyg'otib beradigan nevropatiyalarda ishlatiladigan
tortilishlarda mishniy spazmlar bo'ladi-yu, nerv tortib qoladi, o'shalarni ochib beradigan darajada yaxshi apparat. Plus minus impuls almashinib magnit maydonni hosil qilib, o'sha maydon organizmga ham kletchatkalarga yaxshi ta'sir qiladi. Demak, turli funksiyalarga ega bo'lgan apparat. Juda ham buni tushunish ham kerak ekanda. Tushunish ham kerak. Keyin ko'proq suyak, bo'g'im, suyak, osteoxondrozlarda, o'sha umurtqalarda, kasalliklarda ishlatiladi. Ichki organlarga hali qo'ymadik, qo'yilmagan unaqa diagnoz yo'q. Demak, samarasi qanchada sezilyapti? Bir kunda, 2 kunda seziladi. O'sha bir kunda, masalan, belini, qaddini ko'tara olmay turgan odam qo'yilgandan keyin 2 kundan keyin yaxshi o'rnidan turib ketadi. Demak, darhol sezilyapti. Gulandoz opa, mana bu apparatning ham afzalliklari haqida bizga gapirib bering. Bu apparatimiz asosan bizlarga og'riq, shamollash, yallig'lanishlarda ishlatiladi. O'sha mahalliy qon aylanishini yaxshilab, shamollashlarni yaxshi chiqarib tashlaydi. Organizmga, belga, tizzalarga, bo'yinga, xullas og'riq sohalarida hammasiga ishlatish mumkin. Bu apparatda ichki organlarni ham davolash mumkin. Asosan bizlar faqat mana shu suyak kasalliklar, ortopediya, nevrologiyada ishlatamiz. Biz shu narsani ko'rdikki, boshqa apparatlarda foydalanilmagan, ya'ni malham surib, ana undan keyin qo'ydingiz-da bu apparatda. Bu malham ustozimiz Amonxo'jayev o'zlari tayyorlagan, bizlarga qoldirgan malhamlari bilan. Malhamda ichida ham tarkibida ko'p narsalar bor. O'sha dorilarni shamollashda oladigan har xil giyohlardan solingan mana shu dorilarni ichki organizmlargacha bular 20 santimetrga apparat yordamida singdirib olib kirib beradi. Bu apparatning nojo'ya ta'sirlari ham bormi? Nojo'ya ta'siri yo'q. Bu apparatning funksiyalari nimalardan iborat? Biz bu apparatimiz fitolazerofariz deyiladi. Lazer nuri orqali organizmga ta'sir qilish, grijani kichraytirish uchun ishlatiladi. 2 xil nuri bor. Infraqizil, ultrabinafsha nurlari bor. O'zbekistonda yagona klaster. Qo'yib turgan joyimizdan bu nur 25 santimetr kvadratga tarqaladi. Kvadrat degani ichkariga, atrofiga endi to'liq yaxshi ta'sir qiladi. Grijani kichraytiradi, disk tog'ay to'qimalarni yemirishini tiklaydi, og'riq qoldiradi, qo'yib turgan joyini mahalliy qon aylanishini yaxshilaydi, qizdiradi. Darhol buni ham samarasi sezilsa kerak. Buni samarasi 10 kun, 15 kunda bilinadi. Lecheniya nur bo'lgani uchun 10 kun, 15 kun, 10 daqiqadan qo'yiladi. Buni qo'yishdan oldin grijani kichraytiradigan dorimizdan suramiz. O'sha dorini 60-70% ichkariga kirgizib beradi. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xo'jayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xo'jayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xo'jayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monada Omon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Yapon olimlarining bir gapi bor. Yoshlik keksalikni ta'minlash uchun beriladi. Yoshimiz ulg'ayganda sog' salomat va baxtli yashashimiz uchun yoshlikda bizga berilgan imkon, salomatlikning qadriga yetmoqimiz lozim. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan benihoya mamnunmiz. Agarda sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Biz esa sizning savollaringizdan kelib chiqqan holda keyingi dasturimizni tayyorlashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.